Hammaga assalomu alaykum. iPhone 13 ishlamaydi. Wi-Fi modem 0809. Так. Wi-Fi выключен. И modem. Прошивка modema ham yo'q. Yo'qib tekshirsa bo'ladi yana. Mana oldi chiqmayapti. Apparatni ochdik. Platani hozir ikkiga bo'lib turib, o'rtasini katach qilib turib, joyiga qo'yamiz. Bitta 13imizda tozalab bo'ldik. Mana shu yerda ko'rayotgan bo'lsalaring, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5, 6, 7, 8 ta kontakt uzilgan ekan. Shuni hozir o'zini ozgina qiramiz, kontakt chiqadi. O'g'li bilan payqa qilib qo'yamiz, bo'ldi. Hozir bo'lgandan keyin ko'rsataman. Mana o'sha ketaklar bu tarafda qolib ketgani. Hozir mikroskop yo'q. Shunga mikroskop bor-ku, uni kameramiz ulanmagan. Shunga pakashni mana shunday qilib ko'rsatamiz. Undan keyinchalik yaxshi qilib chiroyli qilib ko'rsatamiz. O'rganib olasizlar. Bizda nima qilish yo'q, bekitish yo'q. O'rgataveramiz. Ko'nglimiz ochiq. Переводится. Kontaktlardan mana qirib chiqdim. Buni qayerdan oladi? Mana ko'rinyapti. Qirib chiqildi. Ustiga ozgina olib vaqt turib ozgina qizdirilsa bo'ldi, bu ham kontakt bo'ladi. Tayyor. Nakatka qilyapmiz. Olibamiz. Ozgina quritib oldik salfetka bilan. Nakatlaymiz. Shoshilmasdan ketdik sekin. Короче, mana katach qildim. Sharikchalar ko'ryapsizlar, hammasi bir xil. Hammasi bir xil. Bo'ldi. Buni olib bu tarafga yozib qo'yamiz. Buni ko'ryapsizlar, cho'tki tozalangan. Bu yerda ozgina uzug'i bor edi. Shu uzug'larini o'zini zavodiga chiqib qo'ydim, bo'ldi. Короче, bunga olamiz endi. Fliz qanak bor. Akkuratni fliz beramiz. Fliz berib, bu yonidan bitta qarab ko'rish kerak. Bo'ladi, bu xil taraf to'g'ri keladi, bu xil taraf to'g'ri kelmaydi. Ko'rayotgan bo'lsalaring, bu tomon ozgina chiqib turibdi. Plata ozgina qayriladi, joyiga qo'yiladi. Bo'ldi. To'g'ri keldi. Kamerada neto ko'rinyapti. Tak to'g'ri keldi hamma. Все. Berem pechku. Pechkani olib, bunisini qo'yib, pinsat, akbar pinsat qani? Pinsat tozda to'g'irlaymiz. Ebatdan ozgina to'g'irlab, примерно 200 gradusga borgandan keyin o'chadi. Tak, lokani qo'ydik. Zarakani uladik. Bo'ldimi, bo'lmadimi? Agar hamma kontaktlar joyiga teggan bo'lsa, ishladi. Parol 1890. Evet. 0809.
0,9. Tak. Wi-Fi ishladi. Ошибка modemi bor. Net sim yozyapti. Так, email есть. Telefon qilib ko'ramiz sразу. Agar data и время noto'g'ri bo'lsa, telefon qilmaydi bu ishni. Так. Soat o'zgardi. Telefon qilamiz endi. Mana ishladi. Oho. Wi-Fi'ni o'chirdik. Apparatimiz ishladi. Shunaqa qilib bu apparatdan skолько? 4 ming rubl ishladik.